Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamiz Ustonobga jarayonni tugatdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Oltiariq, Katta Ariq qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Bu darvozamizni ko'rib baho beraverasizlar. Bu darvozamizda hop sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Zilchaspak darvozamiz. Bu darvozamizni eni 4 metr, bo'yi 3.60. Ko'rib baho beraverasizlar. 12 ga 8 larni qo'yib berdik. 6 ga 4, 1.7 2lik lista tayyorladik. Mana zubur zamok. O'rni taglarigacha shivillar qo'yib o'rnashtirib berdik. Mana holatlari o'ta ideal holatda chiqdi. Skromniy darvoza. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga yurtdoshlar. Mana orqa holatlari aziz yurtdoshlar ko'rib baho beraverasizlar. Tekis eski darvozasini olib mana holatlari o'ta ideal holatda tayyorladik. Orqasi tekis bo'ladi. Zubur zamok o'ta tana holatda tushdi. Mana hurmatli yurtdoshlar ko'raverasizlar. Bu darvozamiz kvadrati 1.200.000 dan chiqadi. Mana ko'raverasizlar. Ko'rib o'z baholaringni beraverasizlar. Islom Usta doim xizmatlaringda xato va kamchiliklar bo'lsa kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.